Hech qachon begona ayollarni deb o'z oilangni buzma. Chunki bir kun shunday sukunatda uyg'onasanki, endi hech qachon bolalarning yoqimli shovqini, ayolingni senga bo'lgan tabassumi, yillar davomida qurilgan oila baxtini tuymay qolishing mumkin. To'g'ri, begona ayol senga yangi hissiyotlarni, chiroyli so'zlarni topib gapirishi, vaqtinchalik bo'lgan baxtni ko'rsatib berishi mumkin. Lekin oila bu shunchaki o'rganib qolgan yaqinlaring emas. Senda hech narsa bo'lmaganda ham yoningda turib bergan mustahkam qo'rg'ondir. Ular seni xatolaringga ham, kamchiliklaringga ham, qiyinchilikda yurgan paytlaringga ham, yaxshi yomon fe'lingga ham chidagan va sabr qilgan insonlardir. Bilasanmi? Muhabbatning kuchi vaqti bilan o'zgarishi mumkin. U faqat chiroyli so'zlardan iborat emas, eng asosiysi e'tibor bilan. Vaqtinchalik hissiyotlar bilan ham emas, yillar davomidagi ishonch bilan o'lchanadi. Juda ham ko'plab insonlar baxtini qadriga vaqtida yetishmaydi. Uni yo'qotgandan so'ng boshlarini devorlarga urishadi. Hech qachon senga qalbini bergan, yuragi bilan ishongan ayolni aldama. Seni qahramon deb bilgan bolalaringni xo'rlama. Begona ayol seni hayotingda qanday tez paydo bo'lgan bo'lsa, shunday tez yo'qolishi mumkin. Ammo singan ko'ngillarni tiklash bu juda qiyin masala. Hozir meni so'zlarim erish tuyulishi mumkin, lekin ishon, bu haqiqat. Allohdan qo'rq. Senga berilgan omonatlarga xiyonat qilma. Ularni shunchaki asra. Nafaqat bu dunyo, oxirating uchun ham omonatdor bo'l.